Shogird tushmoqchimisiz yo bo'lmasa jiyaningiz bormi? Bizlarga bog'larning shogirdlikka ham olaveramiz. Bo'rtmali o'zini akfa rangiga, mokriga moslab zarkraska bilan bo'yab berganmiz. Qanday ishlab chiqariladi, qanday sotiladi, hamma narsasini o'rgatamiz. Beach Plus brendimiz bor. O'zbekiston bo'yicha bitta. Qarshidan yoki Koson, Kasbi, Mirishkor, Muborak bo'lsa ham mana shunday filial qilishga kuchimiz yetadi. Bu hamkorlik masalasi juda ham keng narsa. MDFga yana ham batafsil telefonda gaplashishimiz mumkin. Ko'proq aytayapman, chunki uni bitta so'z bilan bitta videoga ko'rsatib berish qiyin. Assalomu alaykum avvalambor. Akalar, bizlar MDFdan o'zimiz noldan bo'yash, yasash, hamma barcha uskunalarimiz bor. O'zimiz ishlab chiqaramiz MDFdan eshik-romlarni. MDFga ham qanaqadir hamkorlik takliflarimiz bor. Qanday ishlab chiqariladi, qanday sotiladi, hamma narsasini o'rgatamiz. Qana eshik-rom bilan shug'ullansangiz ham telefon qilsalaringiz, bizlarga garantiyach berasiz. Router, MDF sotish, keyin shkurka apparatlarimiz, kraska uslubiga xizmatlarimiz ham bor. Hamkorlikka chaqiramiz. Yo bo'lmasa bu sohaga tushunmasangiz ham telefon qilsalaringiz, tushuntirib o'sha tumanlaringizdan bizlar o'zi asli ishlab chiqarishimiz Yakkabog' tumaniga, o'sha Yakkabog' tumanidagi filiallarimizni kengaytirmoqchimiz. Qarshi shahridan, Koson, Kasbi, Mirishkor, Muborakdan ko'rayotgan bo'lsalaringiz yo bo'lmasa boshqa viloyatdan ko'rayotgan bo'lsalaringiz ham qidiramiz. Eng asosiysi bizlar plastmassa profilni ham o'zimiz zavoddan birinchi qo'l olib kelib sotib, ishlab ham chiqaraveramiz. Ya'ni telefon qilsalaringiz o'sha plastmassa profilni sotilish jarayonini, ishlab chiqarish jarayoni bo'ladimi, showroom bo'ladimi, umumiy 8 xil rangi bor. Hamma narsasini batafsil tushuntirib beramiz. Akalar, bo'lmasa sexlarda o'zidan ham joy reklama qilib ketaveramiz. Ko'rasizlar, MDF seximizda plastmassa eshik-rom ishlab chiqarilayotgan sexlarimizda. Bir so'z bilan aytayotganda, biznes qilmoqchimiz, bizlarga bog'laning. Eshik-rom yasaysizmi, bizlarga bog'laning. Qanaqadir ishingiz yo'qmi, bizlarga bog'laning. Savdo bo'ladimi, ishlab chiqarish bo'ladimi, shogird tushmoqchimisiz yo bo'lmasa jiyaningiz bormi, bizlarga bog'laning shogirdlikka ham olaveramiz. Umuman endi muammo yo'q. Akalar, hamkorlikka qanaqa qilinishini plastmassa profil bilan aluminoidikini ham ko'rsatib o'tamiz. Plastmassa profilimiz mana shu ishlab chiqariladi bu tarafdan. Hozir umumiy mana bunday obrazlar ham qilib beramiz. Hamkorlikka ishlaydigan usta akalar uchun obrazlar ham qilinadi. Bu tarafdan kengizlar profillar o'zimiz yasaymiz eshik derazalarni. Aka, profilimizda umumiy 8 xil rangi bor-da. Telefon qilaverasizlar. Mana shu shaklda zakaz olsalaringiz, buni skitkasini qilib beramiz sizlarga. Bemalol usta akalar telefon qilganlaringizdagi normalni foyda ko'rib ishlaversangiz bo'laveradi. Sababi narxi anchagina hamyonbop. Masalan, mana shu brendi kuchli eshiklarni profillarni, mana hamma bilayotgan brendini aytmaylik. 2 million 700 ming so'm eng kuchlisi. Keyin 1 million, 2 million 200, 2 million 300 ming so'm sotilayotgan derazalar bor-da. Bizlar o'shani sizlarga zakaz olib bersalaringiz 1 million standart derazani 1 million 600 ming so'm, agar o'zlaringiz qo'yib olsalaringiz 1 million 450 ming so'mdan hamma narsasini standart derazani qilib beramiz. Bemalol ustiga 15%, 10% dan ko'p qo'yib, 20% gacha ham yana ham klient olishlaringizni qo'yib ishlaversangiz bo'laveradi. Plastmassa romga vobshe zo'r foyda. Bitta telefon qilingizlar, yana ham batafsil gaplashaveramiz. Bo'lmasa MDF eshikni ko'rsatamiz aka, MDF seximizda ham, MDFga ham telefon qilaverasizlar, unga ham hamkorlikka ishlaveramiz. Boya showroomni ko'rdilaringiz-ku, o'shanday showroom ham qilaveramiz. Farqi yo'q. Telefon qilingizlar, batafsil gaplashamiz. Hamkorlikka ishlaydigan akalar uchun MDF seximizda ishlab chiqarish jarayonlarini, uskunalarimizni ko'rsatamiz. Ko'rishlaringiz mumkin aka. MDFimiz o'zi mana shunday butun shaklda keladi. Tushunmaydigan akalar uchun bizlarga usluga, ya'ni ustalar bo'lsa, telefon qilsa MDFni olib kelib o'zimiz mana bu ustanakka kesib, mana bu ustanakka gul o'yib, keyin mana bu ustanakka prislab bosib xizmat ko'rsatayotgan jarayonlarimiz ham bor. Umuman tushunmasalaringiz ham telefon qilsalaringiz ham ishlayveramiz. Akalar, bu tarafga xuddi shunday eshiklarimiz ishlab chiqarish jarayoni. Bu tarafga o'tamiz, hozir bo'yash jarayonini ham ko'ramiz. Batafsil yana ham telefon qilasizlar, o'zimiz noldan hamma uskunalarimiz bor. Har bitta detalga ahamiyat berib ishlab chiqaramiz akalar. Akalar, mana shu joyga bizlarning ishlab chiqarish jarayonimiz tugatiladidan keyin, mana shu yerdan o'tganimizdan keyin bo'yash jarayonimizga o'tadi. Bo'yash jarayonini ham noldan o'zimiz qilamiz. Xohlagan fasonlaringizga krashini deysizmi, bo'rtmali deysizmi, oddiy deysizmi, bo'yab beraveramiz. Bu tarafdan mana bo'yashlarni ham ko'rsatamiz. Bitgan ishlarimiz ham bor aka. Bo'yash ishlari ketyapti hozir, tinimsiz bu yerga bo'yash sexi bo'ladi.
akalar bizlarga umuman o'zimiz ishlab chiqarganimiz uchun ko'rsataveramiz. Hozir men bitgan eshigimizni mokrini bitta ko'rsatib qo'ying aka, mana bunga laksifi bitgan eshigimiz. Videoga olib qo'yavering. Mana shu shaklda men bo'rtmali o'zini akfa rangiga, mokriga moslab zarkraska bilan bo'yab berganmiz. Karonlari ham mana bunday bo'rtmali bo'lgan. Hali buni yasash ishlari yana ham davom etmoqda. Ko'rsatib o'ting aka. Bu yerdan mana bu eshiklarimiz chiqqan, laksifli. Mana bu yerdan ko'rsatib qo'ying. Bular tayyor, ha? Bular tayyor bo'lgan. Hozir laksifib chiqqan jarayoni. Mana shu shaklda bo'yaladi aka. Bemalol telefon qilaverasizlar. Xohlagan fasonlaringizga o'zimiz noldan ishlab chiqarib, yasab, olib borib o'rnatib beraveramiz. Endi keyin aka, hozir zamok qo'yish jarayonlarini, bitish jarayonini ham ko'ramiz. Hamkorlik qilmoqchi bo'lgan akalarga video qilyapmiz. Mana bu tarafdan laksifilgan tayyor eshiklar chiqadidan keyin zamoklar qo'yilib, mana shunday tayyor shaklda keladi. Tayyor shaklda kelgandan keyin bemalol mana shu eshiklardan ko'rishlaringiz mumkin. Krashinni o'tgan yil urfga chiqqan, beylam urfga chiqilishi kutilmoqda. Mana shunday eshiklar deysizmi? Zakaz olib bersangiz yasab beraveramiz. Bu hamkorlik masalasi juda ham keng narsa. MDFga yana ham batafsil telefonda gaplashishimiz mumkin. Ko'proq aytayapman, chunki uni bitta so'z bilan bitta videoga ko'rsatib berish qiyin. Ozroq tushunib, ozroq qiziqishi bo'lgan, yoki moliyaviy ko'proq daromad topaman deydigan akalar bo'lsa ham bemalol ishlayveramiz. Bu tarafdan keyin eshiklarimiz mana bu tarafdan eshik ortidan keyin butun Qashqadaryo bo'ylab o'rnatilish ketaveradi. Xullas, eshikda yarim tayyor deysizmi, tayyor deysizmi, umumiy zakaz olib beraman deysizmi, yo bo'lmasa yasatib olib ketaman deysizmi, umuman qiziqchiligi yo'q, hamkorlikka hammasini qilaveramiz. Ustalar bo'lsa ham telefon qilaversin bemalol. Ustalar bilan ham ishlayveramiz. Hamkorlik qilaman deydigan akalar uchun bitta namuna ko'rsatamiz. Bu kitob bilan Shahrisabz tumanining o'rtasiga joylashgan Korzinkani ro'parasida bemalol kelib ko'rishlaringiz mumkin. Qarshidan yoki Koson, Kasbi, Mirishkor, Muborak bo'lsa ham mana shunday filial qilishga kuchimiz yetadi. Bizlarga hamkorlar kerak. Hamkorlik qilsa, mana shunday reklamalar bilan mana shu shaklda qilib beramiz va ichkari kirgizib qisman ko'rsatamiz aka. Bu tarafdan eshiklarimizni bu showroom mana shu asosida qilinadi. Bu hamkorlik uchun qilingan. Mana bu eshiklarimizni xuddi mana shu shaklda kimdir hamkorlik qilaman desa, o'rnatib qo'yamiz aka. Bemalol klientlariga ko'rsatib olinaveradi. Bu hozir bitayotgan jarayoni. Bu tarafdan MDF eshik o'rnatganmiz, bu tarafdan ham akalar telefon qilasizlar, mana shunday showroom qilamiz, mana shunday qilib qo'limizdan kelganicha mablag'dan kelib chiqib sizlar bilan kelishilgan holda showroomni taxlaymiz. Qarshida bo'ladimi, o'zlaringiz tuman markazlaringizdan kelishilgan holda ma'lum bir daromadni ham shunga qarab kelishiladi-da. Xullas, u telefondan gaplashilayotgan narsa, daromadi zo'r. Mana shunday qilib, plasmassa eshik derazalardan ham o'zimizda Vichplast brendimiz bor. O'zbekiston bo'yicha bitta. Buni birinchi qo'l o'zimizdan siz buni yasashingiz ham shart emas. Bizlarga zakaz bo'lsa bo'ldi. Xuddi mana shu shaklda 8 xil ranglarini qo'yib uylaringizga nima deydi, showroom qilsalaringiz, showroomga qilib qo'yamiz. Mana shu shaklda qo'yganlaringizdan keyin klientlarga ko'rsatib, bemalol olaverasizlar zakazda. Nima deydi? Zakaz olish uchun, qulay uchun mana bunday showroom qilish kerak. Ko'pchilik tumanlarga bunday ana yo'qda Tohir aka, bemalol shunday showroom qilib ochsa bo'ladi. Qiziqayotganlar bo'lsa, telefon qilsin, bafurja gaplashaveramiz yaqini. Bemalol hamkorlikka ustalarni ham chaqiraveramiz. Ustalar qanday usta bo'lishidan qat'iy nazar, addilchikmi, shika tukkuchikmi, tom yapuvchimi, telefon qilsin, bizlar bilan kelishib olamiz. Bizlarga zakaz olib bergandan keyin mana plasmassa eshik derazamiz bo'ladimi, MDF bo'ladimi, ularga ham skidkasi bor. Skidka qilib beramiz. Ma'lum bir darajada telefon orqali yaqin batafsil gaplashaveramiz. Telefonlaringizni kutamiz akalar.